36-bob. Ov haqida. 586-savol. Assalomu alaykum shayx janoblari. Men hozirda AQShda qishloq xo'jaligi bo'yicha tahsil olmoqdaman. Bu yerda halol go'sht tanqis. Bu yerda mavsumiy ov qilishga ruxsat etilgan. Kiyik, yovvoyi, g'ulg'uli, fazan, quyon kabi hayvonlarni ov qilish mumkin. Tunov kuni kiyik otdik. Ya'ni sherigim AQShlik inson otdi. Topib borgunimcha jon chiqib ketibdi. Shekilli qimirlamayotgan edi. Bismillah, Allohu akbar deb bo'g'ziga pichoq tortsam, unchalik qon chiqmadi. Shunga go'shtni yemay muzlatkichimda saqlab turibman. Agar harom bo'lsa, tashlab yuboraman. Savolim quyidagicha: ov qilingan go'sht halolmi? Go'sht halol bo'lishi uchun qanday ov qilish kerak? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Ulamolarimiz ov to'g'risida kelgan barcha oyati karima va hadisi shariflarni jamlab, tahlil qilib, usuli fiqh qoidalariga solib, tartibli ravishda ulardan chiqadigan hukmlarni bayon qilganlar. Jumladan, ovning shariatga muvofiq bo'lishi uchun zarur shartlarni ham sanab chiqqanlar. Ov shariatga muvofiq bo'lishi uchun ovchida, ov qilish vositasida va ov qilinadigan narsada bir necha shartlar mavjud bo'lishi lozim. Ovchida bo'lishi lozim bo'lgan shartlar: birinchi, ovchi so'ygan hayvoni halol bo'ladigan shaxs bo'lishi lozim. Ya'ni ovchi musulmon yoki ahli kitob bo'lishi kerak. Butparast, murtad, majusiy, botiniylarning ovlagan ovi musulmon kishi uchun halol bo'lmaydi. Shuningdek, majnunning ovi ham halol bo'lmaydi. Chunki ov xuddi so'yish kabidir. Hayvonni so'yganda so'yuvchiga qo'yilgan shartlar ovda ovchiga ham qo'yilgan. Shuning uchun ham ahli kitoblarning ovi musulmon kishi uchun halol bo'ladi. Ikkinchi, ovi halol bo'lgan kishining oviga ovi halol bo'lmagan odam sherik bo'lmasligi kerak. Uchinchi, ovchi ovni niyat qilishi yoki ov hayvonini ovga niyat bilan qo'yishi shart. Agar ov hayvoni o'zi bo'shalib ketib, biror narsani ushlab kelsa, halol bo'lmaydi. Ov hayvonini niyat bilan ovga qo'yish hayvonni so'yish o'rniga o'tadi. To'rtinchi, ovda bismillahni qasd bilan tark qilmasligi kerak. Bismillah, Allohu akbarni aytish imkoni bo'la turib, yodida saqlab turib, qasddan aytmasdan ovga oq otsa yoki ov hayvonini qo'ysa, ovlagan ovi harom bo'ladi. Beshinchi, ovchi ovga o'q otish yoki ov hayvonini qo'yish bilan ovlangan hayvonni qo'lga olish orasida boshqa ishni qo'shmasligi kerak. Chunki u o'q tekkan yoki ovchi hayvon tutgan o'ljani darhol qo'liga olib, joni bo'lsa so'ymog'i lozim. Agar bu ishni vaqtida qilmasa, u olib qolgan bo'lsa, joni bor narsa o'zi o'lgan hukmida bo'lib qoladi. Agar ovchi ovlangan hayvonga yetib borganda, u so'yilgan hayvonning joni chiqayotgan holida bo'lsa, so'ymasa ham halol bo'ladi. Ammo ovchi ovni tirik holda tutsa, keyin bir muddat o'tib o'lsa, qodir bo'lib turib so'ymagani uchun ov harom bo'ladi. Oltinchi, ovchi quruqlik hayvonini ovlash paytida haj yoki umra uchun ehrom bog'lamagan bo'lishi kerak. Ehromdagi odam suv hayvonlarini ovlasa bo'laveradi. Ov vositasida bo'lishi lozim bo'lgan shartlar. 36-bob. Ov haqida. 586-savol. Assalomu alaykum shayx